Anchadan beri bunaqa jang ko'rmagan edim. Pyotr Yan yangi chempion, avval ham chempion bo'lgandi. Revanshda Merab Dvalishvilini mag'lubiyatga uchratdi. Fantastik to'qnashuv. Mana Jo Rogan, DC hamda Jon Anik taassurot bilan gaplashyapti. Merab Dvalishvili bu haqiqatdan kardio mashina. Shuncha talofatdan keyin Pyotr Yan unga o'sha burnini sindirdi, qoshini yordi, qovurg'asini sindirdi, lekin u oxirgacha kurash olib bordi. Pyotr Yan ustunlik bilan g'alaba qozondi, takedownlar qildi. Merabning UFC rekordchisining takedownlaridan himoyalandi va stoykada ikkalasi ham dahshat urishdi. Oxirgi sekundlargacha to'liq 5 raund yuqori temp. Pyotr Yan juda ham shov-shuvli qaytish qildi va yangi chempion 61 kilogramda UFCda. Ularni trilogiya